Assalomu alaykum, Saidbo'g'iz kanalining hurmatli obunachilari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon ot bozoridamiz. Sotildimi aka bu? Xo'p, Shohidon ot bozoridamiz akalar. Bugungi sanamiz 2-dekabr, hafta kuniga seshanba 2025-yil akalar. Qishda 2-kuni hammangizga muborak bo'lsin deymiz. Bo'lmasa shu yerdagi yosh to'ychoqlar Xo'p, qiz bola to'ychoqlar shular narxlar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bir donadan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Mehnatimizni ozgina qadrlab akalar, kommentariyada yozib qo'yasizlar. Qaysi ot bozori taklif qilsalaring, inshaalloh shu ot bozoriga yetib borishga harakat qilamiz. Xo'p, aka hormang, bilasizlarmi? Narxi nech puldan? 20 million so'mdan kam bor. Buni parodasi qanaqa buni? 5 gekdan kelgan Qirg'iziston. Paroda zo'r. Oyoq qo'llari hamma yo'g'i joyida, hurmatli obunachilar mana. Sizlar uchun sog'lik salomatliklari, yaxshi to'ylar. Yoshiga to'lgan bular aka? Necha yosh? Menda bo'lmagan hali. Yaxshi. Telefon raqam qoldiramizmi? 90 156 64 65. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi. Mana turishlari. Zo'r. Ikkitasini butun nechliga berasiz aka? Kelishish so'ng gaplashing. Ha, telefon qilsalaring, kelishar ekansizlar akalar. Dastlabki xizmatlar qayergacha? Dastlabkasi yo'q, kelishilgan holatda dastlabki qilib berishadi akalar. Bo'ldi. Xo'p, keyingi otimiz. Yuvoshliklari o'ta ideal, tonlari ham o'ta chiroyli variant ekan, hurmatli obunachilar. Baqada. Ukam necha yashar bu? 2 yashar. Necha yashar? 2 yoshli cho'karimiz. Voy 2 yashar bo'lmishiga qaramasdan mana aligilari zo'r. Yuvoshliklari. Beg'am turishdi. Mana. Xo'p, hurmatli obunachilar, buni astoydil yemga tashab tarbiyalab, uloqqa soslangan bo'laveradi. Gövda boshlari, turishlari zo'r ekan. Xo'p, bu narxi nech pul ekan buni? 25 million. 25 million so'm kami bor. O'ta zo'r mana. Xo'p, telefon raqam? 97lik. 97lik. 780 780 85 86. 85 86. Akalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, aka, manzil qayerda deysiz? Shahar. Qay? Namangan shahar. Xo'p, Namangan viloyati, Namangan tumani shahardan ekanmiz. Otimiz 2 yasharlik. Xo'p, yemoq ichmog'iga, sog'lik salomatligiga garantiya. Dastlabki xizmatlar qayergacha? Namangan bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib berishadi. Qolgan viloyatlarga ham dastlabkilari bor akalar, kelishilgan holatda qilib berishadi. Yaxshi niyatda o'g'limga to'ya beraman deganlar uchun mana shu variant zo'r deb o'ylayman. Misol, mana ukamiz o'tiriblar. Necha yoshli ukam? 12 yoshli ukamiz bemalol shuncha oddiy ichida yuribdilar. Zo'r. Barakasini bersin. Xo'p, keyingilari. Hoji bobo, assalomu alaykum. Va narx nech puldan ekan? 10 million so'mlik to'ylar kami bor. Erkakmi bu? Hammasi erkak-a? Aka to'lqin. Qaysi biri? Bunisi baytal ekan, hurmatli obunachilar. 10 million so'mdan kam bor. Bu nech pul bu? 7,5 million kami bor. Zo'r. Mana yoshligidan boqaman deganlar uchun yaxshi variant. Telefon raqam qoldiramizmi? 90lik 506 76 97. Hoji boboga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana yoshidan so'raganlar uchun zo'r variant. Xo'p, keyingilari. Ular narxi nech puldan ekan? Assalomu alaykum. Qo'yig'i suyug'i 9,5 dan. Qo'yig'i suyug'i 9,5 dan berib berasiz, yetkazib berasiz, aytishgan joyiga. Dastlabki xizmatlari bor, vodiy bo'ylab. Vodiydan tashqari kelishgan holatda yetkazib berasiz. Shunaqa. Xo'p, donaga nech pul bu ikkitasi? Mana shu ikkovini agarda bo'lsa 9 dan berib yuboraman. 9 dan berib yuborishadi. Hurmatli obunachilar, mana 9 dan. Erkakmi bular? Erkak. Ikkalasi ham erkak. Ikkita mana bu bilan qaysi baytal? Baytal qaysi?
Mana bu Hop. baytal bilan mana bu. Uchtasi erkak. Monosi baytal и mono baytal, ha? Ha. Bu kattasi baytal. Mana kattani nechga berasiz baytalni? O soqollari bor ekan. 9,5 deyapman. 9,5 million kam bor. Hop, mono erkakchi mana. Bu erkakni buni ham 9,5 deyapman. 9lar deb yuboraman. 9 oy bir bor so'radi. Hop, telefon raqam 90 90 272 272 3156. 3156. Qaysi nima bu? Bemalol Hojiboyga aloqa chiqarasizlar. Qaysi nima bu? Saidbek Us. Manzil qayerda? Marg'ilon. Hop, Hojiboyimiz Marg'ilondan ekanlar. 700 berishadi. Bundan boshqa uyda fermada bormi yo'qmi? Seroq. Seroq ataga. Hop, ekan mana shu boya telefon qilasizlar, lakasa tashab berishadi. Borib ko'rib, faqat to'ymi yo boshqa otlar ham bormi? Katta otlar ham bor. Katta otlar ham bor akamizda. Xudo xolasa fermalar bir nasib qilsa borib otlarni ham reklama qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib, bularda o'sha qanday ot istasizlaring, o'shandaydan tovib ketaverasizlar. Telefon qilaverasizlar bemalol, hurmatli obunachilar. Yaxshi. Yengil 60 ming 300 foyda qilmasa olmaydi. Yetkazib oldi, imgofni olib boraymi shu orqalar shuni. Necha pul baraka bo'lyapti ekan bu? 50 ming yiqitib qo'ymaydi-yu. Chetda turibsiz. Keyin ko'jon. Hurmatli obunachilar. O'takni 50 ming so'radi. 90 ming. Ko'jon. 50 ming so'm yiqilib qolmaysiz ko'jon. Necha pul baraka bo'lyapti? Siz bo'pti. Necha pulga ketdi? Qancha? 14 million 500 ming so'mga baraka bo'ldi. Necha yashar? 1,5 yashar. 1,5 yashar. O, ishlayapti, ehtiyot bo'ling. Zo'r. Xo'p, keyingilar. Ustaga otimiz necha pul ekan? Assalomu alaykum. Narxi necha pul buni? 30 million. 30 million. Necha yashar? 2,5 yashar. Go'da boshlari ama o'ta baland ekan. O'ta baland varianti, hurmatli obunachilar. Qo'yamiz. Necha baho bo'ldi aka bu? Hal baho bo'lganmi bu? Telefon raqam qoldiramizmi? Sotilib ketadi, ha? Bo'ldi, barakasini bersin. Xudoga shukr. Ketdi bir boshdan. Bular narxi necha puldan bulardi? Narxi 20 dan kami bor. So'rang. 20 dan kam bor? Bunisining narxi necha pul? Buni 17 dan kami bor. O, baytalmi erkakmi? Aytal. Baytal. Nechtasi baytal? Hammasi baytal. Hammasi bor. Hammasi baytal ekan, hurmatli obunachilar. Ularni qisqar mana ikkalasi. Mana ikkitasi qisir. 17 million so'mdan kami bor. Mana bo'g'oz. Xo'p, bu bo'g'oz. Bo'g'ozlar narxi necha pul? 20 dan kami bor. 20 million so'mdan kami bor. Bularchi? Ular ham bo'g'oz. Bular ham bo'g'oz. Bular narxi necha pul? Ular narxi 20 dan kam bor. 20 dan kami bor. Xo'p, telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 550. Nechalik? 552 0480 94 552 0480. 0480. Hurmatli obunachilar, bemalol chiqarasiz. Uni qaysi birini bolasi uni? Mana uni bolasi. Mana uni bolasi. Ena bola 20 million kam bormi? Bolasi erkakmi? Urg'ochi. Yaxshi. Manzil qayerda? Namangan Chortoq Peshqo'rg'on. Xo'p, Namangan viloyati Chortoq tumani Peshqo'rg'on qishlog'i. Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. To'yimiz narxi necha pul ekan? Va monochi mana narxi necha pul bu? Borda 15 kam bor, boquvchilarga. 15 million kam va chig'arib ekan, lekin boqsalaring hammasi yaxshi bo'lib ketadi akalar. Zo'r. Qaysi to'y sizlar ekani? Qaysi to'y? Necha pul bu? 15 kam bor. Bu ham 15 million so'm kami bor. Hop, telefon raqam? 93lik. 93lik 646 646 45 52. Ismlari Boburjon. Ismlari Boburjon. Bemalol aloqa chiqarasizlar, shu to'yimizni raqami. Otmisan ot deydimi? Bu ot kimdan ekan akalar? Narxi necha pul? 35 million kam bor. Uloqqa kirganmi? Yosh necha yashar? 4 yashar. Minda bo'lgan. Zo'r. 4 yasharli otamiz. Telefon raqam? 93lik 772 1777. Manzil qayerda? Yangi
Yangi Qo'rg'ondan ekanlar akamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar mana. Otimizni yeb ichlari, sog'lik, salomatliklari joyida, oyoqlarida hech qanday kasallik yo'q, ha? Bo'lmagan ham shu paytgacha. Zo'r. Barakasingiz. Hop, keyingilar. Assalomu alaykum. Mana. Gigant chiqadi. Mana. Biyani gigant variant hurmatli obunachilar. Bundan narxi nech pul ekan? 45 million. 45 million. Assalomu alaykum. 4 yashar. 4 yasharmi? Va qoyil lekin mana 4 yashar usti yo'g'on ekan lekin. Bahada 4 yashar bo'ladigan baytalimiz. Baytal. Oyoqlar. Ko'pdimi? Zo'r. Qonida bolasi bormi yo'qmi? Yo'q, bu noma'lum aka. Noma'lum, ha? Zo'r. Yana qaysilar sizniki? Bu nechta baho qilishdi? Buni hozir hali rasmana baho qilgan yo'q. Oldi taraflari. 12 million qiladi deb talabda. Aha. Orqalarni ko'rsatyapti. Zo'r. Hop, bunisi nech pul buni oqi? Bunisi 25 million. Bunisi 25 million bo'g'az. Necha oylik? Yana bu bahorga, aprelga tug'adi. Aprelga tug'adi xolos. Hop, bu ena bola nech pul? Yana bola 30 million. 30 million. Birinchi tug'ish bolasi. Birinchi tug'ishi. Bolasi erkakmi, urg'achmi? Urg'och. Urg'och, yaxshi. Telefon raqam? 91lik. 91lik. 676 midi? Ko'rib oling telefon raqamini. Hurmatli obunachilar, manzil qayerda? Bizi Gulqishloqda mana edi. Xo'p, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Gulqishloq qishlog'idan ekanlar ekamiz. 67. Bemalol aloqa chiqarasiz. Telefon raqamlari 90 nechilik? 91lik. 91lik. 767 1066. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Fermada ko'pmi hali? Bor. Serop, ha? Tagi bor. Yana bola biyalar bor uyda. Faqat biyami yo katta otlar ham bormi? Faqat biya. Kimga biya kerak bo'lsa, mana shu telefonga aloqaga chiqasizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p, akamizning fermalarida biyalar serop ekan. Bulardan tashqari ham bog'lanib borib olib ketaverasizlar, lakasalar tashaverishadi, xudo xolasa. Xo'p, bular kimdan ekan bular? Xo'p, keyingilar. Telefon raqamini o'zgartiramizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ha, o'shami? Yo'q. Yo'q, men to'ylar kimdan ekan? To'ylar. Narxlar nech puldan ekan bularda? Hammasi 25 million so'm. Nechi bosh? 7 bosh. 3, 6, Qonundan tashqari. o bitta qoradan tashqari, ha? Zo'r. Saidbek. Hammasi erkakmi ekan? Ikkita baytal qaysilari? O'ni qora bilan o'ni samo. Xo'p, mana qoramiz bilan o'na shu tepada turgan samon rang. Baytal ekan, qolganlari hammasi erkak. Menda bo'lmagan birottasi hali. Yoshiga to'lganmi? Endi 1 yashar. 1,5 yashar bo'lyapti ekan. Endi hurmatli obunachilar. Xo'p, telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 216 Nechilik? 88lik. 216 03 33. 216 03 33. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Kelamiz yana bor. Akamiz firmalarda serop ekan hali. Firma qayerda ekan? Qosonda. Xo'p, Namangan viloyati Kosonsoy tumanidan ekanlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamda lakatsa pakatsa. Mana shu bor. Narxlarni ham kelishtirib berishadi. Hurmatli obunachilar, Ot bozor birinchi qismda o'z nihoyasiga yetkazamiz, ikkinchi qismda yana boshlaymiz. Xo'p, videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bir donadan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.